Agar siz 2026-yil 15-avgustgacha ariza bermasangiz, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan to'lovni ololmay qolishingiz mumkin. Men bugun aynan shu masalani sodda tilda tushuntirib beraman. Kim ariza berishi kerak? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Kechikkan odam nimadan yutqazadi? Hujjatlarda qanday xatolar eng ko'p uchraydi va pulni yo'qotmaslik uchun hozirdan nima qilish kerak? Bu ma'lumot juda muhim. Chunki ko'p odam menga baribir avtomatik tushadi. Mahalla o'zi biladi. Pensiya yoki nafaqa bo'lsa davlat o'zi hisoblaydi deb yuradi. Amalda esa ayrim to'lovlar kompensatsiyalar, ijtimoiy yordamlar yoki qayta hisob-kitoblar faqat ariza asosida rasmiylashtiriladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p oilalarning pulini saqlab qoladi. Avval ko'p to'lovlar bo'yicha odamlar idoraga bormasa ham ayrim ma'lumotlar avtomatik tekshirilardi. Masalan, fuqaroning yoshi, oilaviy holati, ro'yxatda turishi, ish staji, nogironlik guruhi, farzandlari soni yoki daromadi davlat bazalarida ko'rinib tursa, mutaxassislar shu ma'lumotlarga tayanib qaror qilishi mumkin edi. Lekin bu hamma narsa avtomatik bo'ladi degani emas. Hozir vaziyat shundayki, ko'plab to'lovlarda asosiy masala ariza bilan bog'liq bo'lib qolmoqda. Ya'ni sizda huquq bo'lishi mumkin, lekin siz bu huquqdan foydalanish uchun belgilangan muddatda murojaat qilmasangiz, tizim sizni o'zi qidirib topib pulni majburan hisoblab bermaydi. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Sizning uyingizda gaz, elektr yoki kommunal xarajatlar bo'yicha kompensatsiya olish huquqi bor deylik. Yoki siz ijtimoiy himoyaga muhtoj oila sifatida ma'lum to'lovga da'vogarsiz. Agar ariza topshirilmasa, mas'ul organ sizning niyatingizni bilmaydi. Huquq bor, lekin talab yo'q. Talab bo'lmagandan keyin to'lov ham yo'q. 2026-yil 15-avgust sanasi shuning uchun xavfli chegara sifatida ko'riladi. Shu kungacha murojaat qilmagan odam keyin men oldi ham huquqqa ega edim. Menga o'tgan oylar uchun ham beringlar desa, har doim ham pulni to'liq undira olmaydi. Ayrim hollarda pul faqat ariza berilgan kundan boshlab, ayrim hollarda esa belgilangan davrdan boshlab hisoblanadi. Eng og'ir holatda esa muddat o'tib ketgani sababli odam umuman to'lovsiz qolishi mumkin. Bu yerda asosiy xato shuki, odamlar mening ismim ro'yxatda bor, mahalla raisi biladi. Oldin ham yordam olganman. Kartamga oldin tushgan, yana tushaveradi deb o'ylaydi. Lekin qonuniy tartibda har bir to'lovning alohida sharti bo'ladi. Bir to'lov avtomatik bo'lishi mumkin, ikkinchisi ariza bilan bo'ladi. Bir yordam 1 yilga tayinlanadi. Boshqasi 6 oyga, uchinchisi faqat qayta tekshiruvdan keyin davom etadi. Mana shu farqni bilmagan odam eng ko'p zarar ko'radi. Endi kimlar albatta xavotir olishi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi guruh: ijtimoiy yordam, nafaqa, kompensatsiya yoki subsidiya olishga da'vogar oilalar. Bular odatda daromadi past, farzandlari ko'p, boquvchisini yo'qotgan, nogironligi bo'lgan, a'zosi bor yoki doimiy davolanish xarajatlari yuqori bo'lgan oilalar bo'ladi. Agar siz shunday oilalardan bo'lsangiz, mening holatim hammaga ma'lum deb kutib o'tirmang. Ariza berganingiz, hujjat topshirganingiz va murojaatingiz ro'yxatga olingani muhim. Masalan, bir oilada ota vaqtincha ishlamayapti, ona uyda 3 nafar bolaga qaraydi. Katta farzand maktabda, kichigi bog'chaga bormaydi. Oilaning rasmiy daromadi kam. Bunday holatda oila turli ijtimoiy yordam yoki kompensatsiyaga haqli bo'lishi mumkin. Lekin ular 2026-yil 15-avgustgacha ariza bermasa, keyin biz butun yil davomida qiynaldik degani bilan pulni o'tgan davr uchun olish imkoniyati cheklanishi mumkin. Agar oyiga 600 ming so'mlik yordam nazarda tutilgan bo'lsa, 6 oy kechikish 3 million 600 ming so'm yo'qotish degani. Bu oddiy oilaning oziq-ovqat, dori darmon yoki kommunal to'lovlar uchun juda katta pul. Ikkinchi guruh: pensiya yoki nafaqasi qayta hisoblanishi mumkin bo'lgan fuqarolar. Ko'p odam pensiya tayinlangandan keyin ham ish staji, arxiv ma'lumoti, ish haqi haqidagi hujjatlar yoki imtiyozli davrlar topilsa, qayta hisoblash mumkinligini bilmaydi. Lekin qayta hisoblash ham ko'pincha ariza bilan boshlanadi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Fuqaro 1990-yillardagi ish joyidan ma'lumotnoma topadi, lekin uni topshirishga shoshilmaydi. 1 yil o'tib borganida unga siz ariza bergan kundan boshlab ko'rib chiqiladi deyishlari mumkin. Natijada u har oy, aytaylik, 2 ming so'm qo'shimcha olish imkoniyatini kechiktiradi. 10 oyda bu 2 million 500 ming so'm bo'ladi. Uchinchi guruh: nogironlik, parvarish
boquvchisini yo'qotganlik yoki bolalar bilan bog'liq to'lovlar oladiganlar. Bu to'lovlarda muddatlar juda muhim. Nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tkazilishi kerak bo'lsa, hujjat kechiksa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'qiyotgan farzandining ma'lumotnomasi vaqtida topshirilmasa, pul uzilib qoladi. Bola parvarishi yoki ijtimoiy nafaqa bo'yicha oilaviy holat o'zgarsa, bu ham qayta ko'rib chiqilishi kerak. Oddiy misol, talaba farzand otasidan ayrilgan va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayapti. U har o'quv yili boshida o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlovchi ma'lumotnomani topshirishi kerak bo'lishi mumkin. Agar u oldin topshirganman-ku deb yurib, muddatni o'tkazib yuborsa, to'lov to'xtaydi. Keyin tiklash mumkin bo'lsa ham, kechikkan oylar bo'yicha hammasi to'lab beriladimi yoki yo'qmi, bu alohida tartibga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, hujjatni vaqtida topshirish pulini so'rashdan ko'ra osonroq. 4-guruh yashash joyi, oilaviy tarkibi yoki bank kartasi ma'lumotlari o'zgargan fuqarolar. Ko'pchilik pul tushmay qolsa, darhol davlat bermay qo'ydi deydi. Lekin sabab juda oddiy bo'lishi mumkin. Karta muddati tugagan, hisob raqami yopilgan, fuqaro boshqa tumanga ko'chgan, oilaviy tarkib bazada yangilanmagan, FHD yo ma'lumoti tizimiga tushmagan yoki pasport ma'lumotlari o'zgargan. Bunday texnik xatolar ham ariza yoki murojaat orqali tuzatiladi. Masalan, ayol avval bir tumanda ro'yxatda turgan, keyin boshqa tumanga ko'chgan. Ijtimoiy yordam eski manzil bo'yicha ko'rilgan. Yangi manzilda esa u qayta murojaat qilmagan. Natijada oila haqiqatda yordamga muhtoj bo'lsa ham, tizimda uning holati to'liq ko'rinmaydi. Bu yerda aybni faqat idoradan izlash to'g'ri emas. Fuqaro o'z ma'lumotlarini yangilashga ham mas'ul. Kimlar uncha xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz olayotgan to'lov avtomatik ravishda davom etadigan, muddatli qayta ariza talab qilmaydigan va shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, xavotir kamroq. Lekin men baribir tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki mening hammasi joyida degan ishonch ko'pincha faqat taxmin bo'ladi. Eng to'g'ri yo'l mas'ul idoraga murojaat qilib, aynan sizning to'lovingiz bo'yicha ariz kerakmi? Muddat qachongacha, hujjatlar to'liqmi deb aniqlash. Endi istisnolar, xatolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. Ariza bergan kun bilan hujjat to'liq topshirilgan kun bir xil bo'lmasligi mumkin. Siz idoraga borib ariza berdim deb o'ylaysiz, lekin mutaxassis hujjatlaringiz to'liq emas. Mana bu ma'lumotnoma yetishmayapti desa, ish rasmiy yurishga kirmasligi mumkin. Shu sababli ariza qabul qilingani haqida tasdiq olish juda muhim. Qog'oz shaklida bo'lsa, kirim raqami, sana va mas'ul shaxs imzosi bo'lishi kerak. Elektron shaklda bo'lsa, ariza raqami yoki status saqlanib qolishi kerak. Ikkinchi nozik masala og'zaki gap huquq bermaydi. Mahallaga aytgandim, telefon qilgandim, inspektor bilardi. Hokim yordamchisiga tushuntirgandim degan gaplar keyin dalil bo'lishi qiyin. Men buni juda ko'p ko'rganman. Odam chin dildan murojaat qilgan bo'ladi, lekin yozma iz qolmagan. Natijada muddat bo'yicha bahs chiqsa, u o'z vaqtida murojaat qilganini isbotlay olmaydi. Shuning uchun har qanday muhim murojaat yozma yoki elektron tarzda ro'yxatdan o'tish kerak. Uchinchi nozik masala, bir marta ariza berganman degan fikr har doim yetarli emas. Ayrim to'lovlar har oy avtomatik davom etsa ham, ayrimlari muddatli bo'ladi. Masalan, ijtimoiy yordam 6 oyga tayinlangan bo'lishi mumkin. 6 oy tugagach, oilaning daromadi, tarkibi va ehtiyoji qayta baholanadi. Agar siz qayta ariza bermasangiz, oldingi qaror abadiy davom etmaydi. Bu xuddi haydovchilik guvohnomasining muddati tugashi kabi. Oldin berilgan hujjat haqiqiy bo'lgan, lekin muddat tugagandan keyin yangilash kerak. 4-nozik masala oiladagi o'zgarishlarni yashirish keyinchalik qarz keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zi odamlar daromadim oshganini aytmasam, pul tushaveradi deb o'ylaydi. Bu juda xavfli. Agar keyin tekshiruvda oilaning daromadi oshgani, ishga kirgani, mulk olgani yoki tarkib o'zgargani aniqlansa, noto'g'ri olingan pulni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Demak, ariza bermaslik pul yo'qotishga olib kelsa, noto'g'ri ma'lumot berish keyin qarzdorlikka olib keladi. Har ikkisi ham zarar. 5-nozik masala, hujjatlardagi mayda xatolar katta oqibat beradi. Ism familiyada bitta harf xato bo'lsa, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilsa, JSSH raqami mos kelmasa, nikoh yoki ajrim ma'lumoti bazada yangilanmagan bo'lsa, ariza ko'rib chiqilishi cho'ziladi. Masalan, fuqaroning pasportida O'g'loy deb yozilgan,
boshqa hujjatda o'g'loy bo'lib qolgan. Tizim buni boshqa shaxs yoki nomuvofiq ma'lumot sifatida ko'rishi mumkin. Shuning uchun ariza topshirishdan oldin barcha hujjatlarni bir-biriga solishtirish kerak. 6-masala muddatning oxirgi kunini kutish kerak emas. 2026-yil 19 avgustgacha vaqt bor deb o'ylab, hamma ishni 17 yoki 19 avgustga qoldirsangiz, navbat texnik nosozlik, internet ishlamasligi, ma'lumotnoma kechikishi yoki mas'ul xodimning bandligi sababli ulgurmay qolishingiz mumkin. Qonuniy muddat borligi sizga oxirgi kungacha kutish kerak degani emas. Aksincha, oxirgi kun yaqinlashgan sari xavf oshadi. 7-masala boshqa odamning tajribasi sizga to'liq mos kelmasligi mumkin. Qo'shningiz ariza bermasdan pul olgan bo'lsa, bu siz ham shunday olasiz degani emas. Uning to'lovi boshqa turda bo'lishi, ma'lumotlari tizimda to'liq bo'lishi yoki oldingi yili ariza topshirgan bo'lishi mumkin. Sizning holatingizda esa bitta hujjat yetishmasligi mumkin. Shuning uchun falonchi oldi, men ham olaman degan mantiq bilan yurish juda xatarli. 8-masala vakil orqali murojaat qilish. Agar keksa ota-onangiz, nogironligi bo'lgan qarindoshingiz yoki uzoqda yashayotgan farzandingiz o'zi bora olmasa, vakolatnoma, qonuniy vakillik yoki tegishli tartib orqali murojaat qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin men o'g'liman, men keliniman, men qo'shnisiman degan gap har doim yetarli emas. Idora shaxsiy ma'lumot va pul masalasida qonuniy asos so'raydi. Shuning uchun oldindan vakillik hujjatini tayyorlash kerak. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, qaysi to'lov haqida gap ketayotganini aniqlang. Siz pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam, kompensatsiya, subsidiya, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi, nogironlik to'lovi yoki boshqa yordam turidan qaysi biriga da'vogarsiz? Nomini aniq bilmasangiz, mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi, hokimlikdagi mas'ul bo'lim yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali so'rang. Menga pul chiqarmikan deb umumiy so'rashdan ko'ra, mening holatim bo'yicha qaysi to'lovga arza berishim mumkin deb so'rash foydaliroq. Ikkinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSSHIR, yashash manzili, oilaviy holat, farzandlar haqidagi ma'lumotlar, bank karta yoki hisob raqami to'g'ri ekanini ko'ring. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, oldin bankdan yangilang. Agar yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, ro'yxat ma'lumotini aniqlang. Agar nikoh, ajrim, tug'ilish yoki vafot holati bo'lgan bo'lsa, FHDYO ma'lumotlari bazada to'g'ri aks etganini tekshirtiring. 3-qadam, asosiy hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ariza, oilaviy tarkib bo'yicha ma'lumot, daromadga oid ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, mehnat daftarchasi yoki ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, bank rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir to'lov turi bo'yicha ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun biror hujjatni taxmin bilan emas, mas'ul tashkilotdan aniq ro'yxat olib tayyorlang. 4-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlar, qaysi to'lov yoki yordamni so'rayotganingiz, asoslar va ilova qilinayotgan hujjatlar ko'rsatilishi kerak. Juda uzun, hissiyotli matn yozish shart emas. Muhimi, talab aniq bo'lsin. Masalan, mening oilaviy va moddiy holatimni inobatga olib, amaldagi tartib asosida ijtimoiy yordam tayinlashni so'rayman yoki pensiyamni qo'shimcha ish staji haqidagi hujjatlar asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman kabi aniq yoziladi. 5-qadam. Arizani ro'yxatdan o'tkazing. Bu eng muhim joy. Agar qog'ozda topshirsangiz, arizangiz kirim qilinganini tasdiqlovchi raqamni oling. Nusxangizga sana va qabul qilgan xodim belgisi qo'yilsa yanada yaxshi, elektron topshirsangiz. Ariza raqamini saqlang, screenshot qiling yoki yuklab oling. Keyin men murojaat qilganman degan gap dalil bilan tasdiqlanadi. 6-qadam, javob muddatini kuzating. Ariza topshirilgandan keyin uni ko'rib chiqish uchun ma'lum muddat bo'ladi. Shu muddat tugaguncha kuting, lekin butunlay unutib yubormang. Agar status o'zgarmasa, telefon orqali yoki qayta murojaat bilan holatni aniqlang. Hujjat yetishmayapti deyishsa, qaysi hujjat, qaysi shaklda, qaysi sanagacha kerakligini yozib oling. Og'zaki eshitib keyin unutib qo'yish ham ko'p muammo tug'diradi. 7-qadam, rad javobi bo'lsa, sababini yozma oling. Ko'pchilik rad etilsa, xafa bo'lib uyga ketadi. Aslida rad javobida sabab ko'rsatilishi kerak. Daromad yuqori chiqdimi, hujjat yetishmadimi, muddat o'tganmi, ma'lumotlar mos kelmadimi, to'lov turi sizga tatbiq etilmaydimi?
Sababni bilmasangiz, xatoni tuzata olmaysiz. Agar rad javobini noto'g'ri deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonunda belgilangan tartibda shikoyat qilishingiz mumkin. 8-qadam. Oilangizdagi keksalar va uzoqda yurgan qarindoshlarni tekshiring. Men ayniqsa farzandlarga murojaat qilaman. Ota-onangiz, buvi-buvalaringiz, nogironligi bo'lgan qarindoshlaringiz bunday muddatlarni bilmasligi mumkin. Ular bolam o'zim borarman deb yurib, vaqtni o'tkazib yuboradi. Siz bir marta hujjatlarni ko'rib bering, qaysi to'lov olishini aniqlang. Ariza kerak yoki kerak emasligini so'rab bering. Ba'zan bitta telefon qo'ng'irog'i yoki bitta ariza oilaga millionlab so'mni saqlab qoladi. 9-qadam. 2026 yil 15-avgustning oxirgi sana deb emas, xavf chegarasi deb qabul qiling. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l. Hujjatlarni kamida bir necha oy oldin tayyorlash. Chunki arxiv ma'lumoti kerak bo'lsa, u tez chiqmasligi mumkin. Ish joyi yopilgan bo'lsa, hujjatni topish qiyinlashadi. Sud orqali faktni tasdiqlash kerak bo'lsa, bu yanada ko'proq vaqt oladi. Shuning uchun hali vaqt bor degan fikr eng katta dushman. 10-qadam barcha hujjatlarning nusxasini saqlang. Ariza, ma'lumotnoma, javob xati, bank rekviziti, elektron murojaat raqami. Rad javobi, qayta topshirilgan hujjatlar hammasini alohida papkada saqlang. Telefoningizda suratga olib qo'ying, lekin faqat telefonga ishonib qolmang. Kerak bo'lsa, qog'oz nusxa ham bo'lsin. Keyinchalik bahs chiqsa, sizda tartibli dalillar bo'ladi. Men yana bir amaliy misol keltiraman. Bir fuqaro pensiyasiga qo'shimcha staj qo'shtirishi mumkin. Lekin arxivdan ma'lumot olishni kechiktiradi. U 2026 yil avgustga yaqin boradi. Arxiv esa javob 3 kun ichida deydi. Keyin hujjatda xato chiqadi, uni tuzatish uchun yana vaqt ketadi. Natijada 15-avgust o'tib ketadi. Agar u bu ishni 2025 yil oxirida boshlaganda, hamma narsani bemalol to'g'rilab ulgurardi. Demak, muammo pulning berilmasligida emas, ko'pincha odamning tayyorgarligini kech boshlashida. Yana bir misol, kam ta'minlangan oila yordam olish uchun ariza bermoqchi. Otaning norasmiy ishlashi, onaning daromadsizligi. 2 bolaning maktabda o'qishi bor. Lekin oilaviy tarkibda bir qarindosh hali ham shu manzilda ko'rinib turibdi. Amalda esa u boshqa joyda yashaydi va daromadi bor. Tizim uni oila tarkibida ko'rsa, umumiy daromad yuqori chiqishi mumkin. Oila rad javobi oladi. Agar ular oldindan oilaviy tarkibni to'g'rilaganida natija boshqacha bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun hujjatdagi mayda ko'ringan ma'lumotlar ham pul masalasida katta rol o'ynaydi. Xulosa shuki, 2026 yil 18-avgustgacha ariza masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Agar sizga biror to'lov, yordam, kompensatsiya, subsidiya, pensiya qayta hisob kitobi yoki nafaqa tegishli bo'lishi mumkin bo'lsa, kutib o'tirmang. Huquq borligi alohida masala. Shu huquqni o'z vaqtida rasmiylashtirish esa alohida masala. Pulni yo'qotadigan odamlar ko'pincha umuman huquqi yo'qlar emas, balki huquqi bo'la turib, muddatni o'tkazib yuborganlardir. Bugunoq o'zingizning holatingizni tekshiring, mas'ul idoradan aniq ma'lumot oling. Hujjatlaringizni tayyorlang, arizani ro'yxatdan o'tkazing va tasdiq raqamini saqlang. Ayniqsa ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz orasida bunday ma'lumotdan bexabar odamlar bo'lsa, ularga ham ayting. Sizning fikringizcha bunday to'lovlar avtomatik berilishi kerakmi yoki ariza talab qilinishi to'g'rimi? Izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bir odam vaqtida ogohlantirilsa, u oilasining pulini yo'qotib qo'ymasligi mumkin.